Hammaga assalomu alaykum. Mana Zamzam жилой kompleks. Alipor. Shu domda mana shu 3-etaji. Shu kvartiramizni mana kalitini berdi uje. Bemalol обращение qilsanglar bo'ladi. Sotiladi, sirojni aloqaga chiqinglar. Mashina berib pul bersa ham bo'ladi yoki chek bo'lsa chek bersanglar ham bo'ladi. 3 ta ekan, mana 3 ta sanuzel qilsanglar bo'ladi yoki 2 ta sanuzel qilib turib, 3-chisini nariyada spalniyada eshigini bu yoqqa qo'yib turib, buni garderobga qilsa ham bo'ladi. Yoki eshigini bu yoqqa qo'yib, spalniyadan kiradigan dushov qilsa ham bo'ladi. Отдельно qilib. Juda zo'r bu yoqda kuxnyasi mana skvoznoy. Mahalla tomonga ham qaragan, mana gaz pas ham yo'q. Asosiysi mana plastik termolavishim eng zo'ridan qo'yilgan. Bu yerda mana parkovka va ustida chiroyli bolalar o'ynaydigan joy bo'ladi. Mahallaga qaragan. Skvoznoy domlari bilasizlar, havo aylanishi yaxshi, uyda to'panek bo'lmaydi. Bu yerda mana pades, bu yerda katta mehmonxona. Juda zo'r, shoshilib qolinglar, harakat qilinglar. Hali bu yerda sotuvda mana eshiklari ham nomer 1 juda qimmat eshiklardan qo'yilgan. Padezlarga ham e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli qilib devorlariga aloqaga chiqinglar, sotiladi. Padezdagi svetlarni ham чувствительный qilibdi. Mana bu yerda lift. 3-etaj, mana bambu panellar qilingan. Lift ham qo'yilib qoladi. Bir oyda suv berar ekan. Liftdan chiqib turib chapga yurasizlar. Liftdan chiqib turib o'ng tomonga yursanglar, tipa balkon desanglar ham bo'laveradi. Aynada qilingan, вообще zo'r, juda ham qimmat, juda ham sifatli. 3-etaj bilasizlar, svet yo'q bo'lsa ham yaxshi. Mana lesinsalarga ham e'tibor beramiz. Nirjavikalar qilgan. Padezlar приятный, toza, чистый. Va mana mramorlarni bosishyapti mana.